Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Pirimqul Qodirovning tavallud kuni 97 yillik munosabati bilan Yulduzli tillar kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Qodirov Pirimqul. Yulduzli tillar. Roman Pirimqul Qodirov. 3-nashri. Toshkent Yangi asr avlodi 2019-yil 656 betdan iborat. Mahoratli yozuvchi Pirimqul Qodirovning ushbu asari o'zbek adabiyotining eng sara tarixiy romanlari sirasiga kiradi. Unda Movarounnahdek ulkan saltanatning parchalanib ketishi, Temuriylar sulolasining inqirozi, hokimiyatga erishish ilinjida taxt talashib bir-biriga qilich ko'targan og'a-ini, tog'a-jiyanlarning fojiaviy qismati aks ettirilgan. Asar mutolaasi davomida butun umr vatan ishqida yonib, sog'inch bilan o'rtanib, jonimdan o'zga yori vafodor topmadim deya iztirob chekkan bobokalonimiz Bobur dardi kitobxon qalbini larzaga soladi. Ushbu asar siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat, ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxonamizga kelib olib o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz